Amerikanskiy korsajimizni mana davom etamiz. Mana biz tepasini buklab olganini hisobiga. Nima uchun buklab oldim material tepasini? Sababi mana yuqi materiallarimiz cho'zilib qoladi. Agar tepasini orqaga 10 cm qayirib olmasangiz. Endi hisob kitobini boshladik. Materialni mana bu chekkasidan 4 cm kurchogimizni qadaymiz. Materialni bu chekkasidan ham 4 cm belgilaymiz. Mana ikki chekkasidan 4 cm belgiladik. Endi shu oralig'ini o'lchaymiz. Materialni kurchok o'tkazgan ikki chekkasini o'lchagan holatimizda bizda material 4,28 chiqdi. Endi bu 4,28 materialimiz bizga 1,5 metr joyga kurchok ilinishi kerak. Shu materialimiz 1,5 metr joyga ilinishi kerak. Endi biz 1,5 metrni 18 ga ko'paytiramiz. Sababi 1 metr korsajda kurchoklik ipida 18 ta, 17 ta kurchok bo'ladi. 17 ta emas, biz 18 ta hisoblaymiz. Doim jup hisoblaymiz. Shuni ko'paytiramiz. Demak, 1,5 ni 18 ga ko'paytirsak 27 bo'ladi. Biz 27 emas, yo jup qilib olamiz. 28 yoki 30. Endi shunda 30 qilib olgan taqdirimizda ham 4,28 materialimizni 30 ga bo'lamiz. Shunda bizga oraliq masofamiz kelib chiqadi. 428 ni 30 ga bo'lsak 14,5 chiqyapti. Biz 28 ga bo'lsak 15 suv qoldiq chiqyapti. Demak, 15 dan qilsangiz bo'ladi oralig'ini. Shunda faqat bir qavatlik amerikanskiy tullarga qilasiz. Bir qavatlikka 15 cm dan qilsangiz bo'ladi. Ikki qavatlik qilmoqchi bo'lsangiz, unda ana karniz tegish hisobiga oralig'ini yaqinlashtirasiz. Hozir bu 28 30 ga bo'lsak bizga 14, 28 da 15, 30 da 14 chiqqan bo'lsa, biz buni yana ham kamaytiramiz. 13, 14 qilishsak, shunda to'g'ri keladi. Yana ham tushunmagan bo'lsanglar, Telegramga obuna bo'lib, Telegramdan yozinglar. Tushunmagan joylar chiroyli qilib tushuntirib beraman.